Assalamualaikum hürmetlik Uygur TV görünmenleri. Biz Uygur TV kanalları bilen birlikte sağlamlık programını huzurlarına sunmakçımız. Programımızın tunci sanıda Uygur TV abidedeki meyve çivilerinin şifalık rolü üstüden toxtulup ötmekçimiz. Şifasının kirişi bilen biz kışlık meyvelerin almının şifalık rolü bilen tanışıp ötümüz. Alma Atrigül ailesindeki köp yıllık yoparmak taşlaydıgan ösümlük bulup, bu alma 3 xil buludu. Birincisi tatlı alma, çüçümel alma, açık alma deb 3 xil buludu. Hem renk cihetten bu kızıl alma, seyrek alma, kök alma deb 3 xil bölümüz. Hem bununki ravallayligi, onun təmülen münasebet bulup, tatlı, kızıl, çürük, bezilik buldu. Seyrek bolsa, bu mu tatlı, kumsıman buldu. Bunu şirin tatlı buldu. Kök alma olsa bunun təmi açık, çüçümel şekilde bulup, adette bu şekersiz alma deb qarlıdı. Bu 3 xil şekilde buludu. Hem uzunluk terkibi digen vaktimizde yeni alma terkibide su miktarı naydi mol bulup 85% su tutkan buludu. Ondan başka vitamin C ve vitamin A'lar almanın terkibide iltayın mol. Her 100 gram almanın terkibide kalsiyumdan 11 mg, tömürden 4,1 mg, fosfordan 10 mg, natriyden 4,9 mg, bistin 4,6 mg, magneyden 5 mg, silikten 4,1 mg, vitamin B1'den 4,1 mg, vitamin B2'den 4,3 mg, vitamin E'den 1,46 mg, nikotin kislotadan 4,11 mg, vitamin B6'dan 4,6 mg, vitamin C'den 8 mg. Bundan başka vitamin A'lar var. Hem de biz bu almınınki təbiiti digen vaktimizde almının təbiiti tatlı, yanımışı kızıl, tatlıq, boğanları höl ısıq deb qarılıdı. Yani tatlı alma ikinci derecede höl ısıq, çüçümel alma bolsa quruq soğaq deb qaraymiz. Hem de bunun quruq soğaq bu qilishidagi sebep bunun çüçümellikide içideki maddenin şekerinin az boğanlıqda. Bu tatlı almanın bolsa şeker maddesinin yukarı ısıqlıq enerjisinin boğanlığından höl ısıq deb qarılıdı. Hem de bu almanınki xüsusiyeti digen vaktimizde alma köngülni hoş qilish, iştihani etiş, mücüretli kuvvetleş, savdanı sürüş, işçi sürüşünü to'xtatish, quruq metalni pasaytish qatarlıq rollarga ega. Bundan başka normalde suluqni pasaytish gibi işletip qalamiz. Almanın salametlikka bo'lgan ta'siri digen vaktimizde almanın terkibide su ve erişcan meyve yelimi boğaşka bu adette bakteriyaga karşı koruyucu hususiyetiga deb qarılıdı. Yani 3 aydaki faydalı bakteriyalarga yaşaş şaraiti yaratıp berip, aşqazan ve 3 aylarning iqtidorini tengshash, nemlik sürüş, qavziyatni yo'q qilish xususiyatlari var. Bunun kök alma bo'lsa, kan şekerini tövelletiş xususiyatlari var. Almanın terkibide erişcan meyve yelimi mol bulup, adette 3 ayın divarlarını asıraş, 3 aydaki faydalı mikroplarını yaxşılaş şaraiti buldu. Aşqazan ve 3 ayların iqtidarını tengshash rollarına ega. Ondan başka vitamin C'nin köplikinin bunun yüzde farkırtış rollarına ega. Adaki öz soyuqluğunu rivajlandırdı ve ötünün taş payda bo'lishinin aldığını aldı. Ondan başka kandaki may miktarını töveltidi. Çünkü bu kök almamızın terkibindeki maddeler şeker bo'lmag'achqa kan şekerini tövelletiş bilen birge yana yüzde tutkan suyuqluğunun köpçülüğü bilen yana vitamin C'nin köpçülüğü ve terkibindeki su miktarının köpçülüğü bilen kan toparlarını kengaytish, elastikliğini yaxşılash arqali kan besinini tövelletiş roluna ega deb qaraymiz. Hem de çüçümel alma terkibindeki alma kislotasi bilen limon kislotasi aşqazan kislotasının ajrab chiqarishini tezletib, hazm qilishni yaxshilaydi. Yani bunun da
kislotalik almanın kislotasını ajırıp çıkarışı yaxşılar. Hazımni bevosita qulaylaştırdı hem asan sığışga yordam berdi. Şuna normalde almanın özümü faydalı. Almanın kislotasını işletgende bu suyga tangshab ishlatib bersak hem bedendeki mayni siyriydi hem uruqlatish roliga ega. Almanın tarkibidagi kaliy miqdori mo'l bo'lib, bu odatda yuqori qon bosimining oldini oldi. Homildor ayollar har bir kunda olma yeb bersa, sizlikni pasaytirdi, tug'utni osonlashtiradi. Alma rakka qarshi turish, qo'rish, zararli oldini olish roliga ega. Almaning sharbatini farqlıcan kasalliklar mikrobini yo'qotish roliga ega. Alma rakka qarshi turadi, qo'g'ishidan zararlashdan oldini oladi. Şuna almani ko'proq iste'mol qilganda zukamning oldini oladi. Almani iste'mol qilmaganlarga qaraganda zukam bo'lish nisbati tuvan bo'ladi. Almaning immunitet kuchini yuqori ko'tarish, badan oziq bo'lish, vitamin to'liqlash, alma rakka qarshi turish, qo'g'ishidan zararlashdan oldini olish roliga ega bo'lib qolmasdan, almaning tarkibidagi mol vitaminlik, ya'ni shulardan iborat mol vitaminlik zenginligi bilan yani almanın bol vitamin bo'lishi bilan immunitet kuchini yuqori ko'tarib, zukam, yuta qatorliqlarning oldini oladi. Almani ko'p iste'mol qilgan odamlarning zukam bo'lish nisbati tuvan bo'ladi. Almani az iste'mol qilganlarda bu zukam qarshi turish nisbati ojiz bo'ladi deb qaraladi. Endi almaning iste'mol qilishga diqqat qilish tegishli ishlar degan vaqtimizda almani iste'mol qilishdan avval almaning tatli, churuk, chuchmal bo'lishi qarab iste'mol qilamiz. Şeker kasal bo'lgan odamlar ko'k almani iste'mol qilgan vaqtimizda bu shakarni tushiradi deb qaraladi. Qizil alma bo'lsa, yurakni quvvatlash, nervini yaxshilash roli bo'lg'achqa, chuchmal, tatli, shakarlik, tatliq bo'lgan, chiroyli bo'lgan almalarni tanlab ishlatish lozim. Endi yana birisi almaniki terisi vitamin C mo'l bo'lgan alma yelimi ve vitaminlar bu terisida ham teridagi iç qismiga yaqin yana joylashgan bo'lib, imkon qadar bu almani so'ymay yegan vaqtimizda undagi vitaminni yaxshi qabul qila olamiz. Endi alma odatda boshqa pishmagan mevalar bilan birga qo'ygan vaqtimizda boshqa mevalarni pishirish roliga ega. Ammo lekin boshqa pishiq mevalar bilan birga qo'ygan vaqtimizda boshqa pishgan mevalarni sestivitish, chirititish o'xshash nachar kayfiyatlar keltirib chiqardi. Shunlashqa almani boshqa ko'ktatlar bilan barobar qo'shib bo'lmaydi. Endi almani saqlagan vaqtimizda qo'ng'ir, qorong'i o'rinlarda, sovuq o'rinlarda bir haftadan, ya'ni 7 kundan 15 kunga saqlagan bo'lsa, endi buni bunda silyo xaltalar bilan to'g'nat qilib qo'ygan vaqtimizda almani yana uzun saqlagan bo'ldi. Agar biz almani yegan vaqtimizda, almani parchalagan vaqtimizda bunun üstüge oksidlanib qalmasligi uchun limonning sharbatiga yoki bo'lsa tuz suyiga chilab qo'ysak, alma rangining o'zgarib ketishining oldini oladi. Almadagi vitamin va meva yelimi qatorliqlar almaning po'sti va po'stiga yaqin yerga joylashgan bo'lg'achqa, alma yeganda cho'qim amal bor po'stini oqlavatmaslik. Imkon qadar dehqonchilik dorisi tegmagan almalarni tanlab iste'mol qilish lozim. Alma tarkiblik reseptlar degan vaqtimizda, yani alma bilan kasal davolash. Endi alma murabbasini davomli yeb berganda quruq yutalgan manfaat qiladi. Suyni musallas va sho'rpalar bilan barobar iste'mol qilgan vaqtimizda ko'ngil elishishni pasaytiradi. Almani ezib ko'zga tengib bergan vaqtimizda ko'z og'riqlarini yo'qotqili bo'ladi. Doim alma iste'mol qilgan vaqtimizda qavziyatni yo'qotadi. Alma mos keladigan kishilar, alma 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma kishiga mos keladi. Endi alma qanday kasalliklarga mos kelmaydi degan vaqtimizda almaning odatda bu deb almalar, bu shu qizil tatliq almalar odatda yel deb qaralgan bo'lg'achqa, ba'zi revmatizm, bo'g'im og'riqlari, bel bo'g'im og'riqlariga kelgan vaqtimizda bu almani iste'mol qilganda bel og'rish, tiz og'rish o'xshash alomatlarni keltirib chiqardi. Shunga bu almalarni bel og'rigan, tiz og'rigan odamlar kamroq yeyishi yaxshi deb qaraladi. Ko'pchilik rahmat. Kelasi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Hammanglarni Janob Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.